Bir kuni Albert Einstein doskada kara sonlarni yozibdi va 9 ko'paytirilgan 1 9, 9 ko'paytirilgan 2 18 qilib shu ketma-ketlikda 9 ko'paytirilgan 10 gacha yozibdi va 9 ko'paytirilgan 10 deb yozgandan keyin u 90 emas, balki 91 sonni yozibdi. Ana o'shanda sinfxonadagi barcha bolalar kulib yuborishdi. Shovqin tingandan keyin Einstein shunday debdi. Bilasizmi? Hamma sonlarni to'g'ri bajarganimda hech kim meni tabriklamadi, ammo bittagina xato qilganimda hamma bunga e'tibor qildi va e'tiroz qildi. Bu nimadan dalolat? Har bir omadli va muvaffaqiyatli inson ham xato qilishi mumkin va ayniqsa xato qilishingizni ko'pchilik e'tiborga olishi ham mumkin. Lekin biling, xato bu ayb emas, balki har bir xato sizni yangi va yangi qadamlarga, yangi va yangi darajaga olib chiquvchi bir tajriba demakdir. Xato qilishga o'zingizga ruxsat bering.